Assalomu alaykum, Abdurinfo obunachilari. Chevrolet Matiz yil 2015, yurgani 148 ming kilometr. Aka nech pul deyapsiz bugungi bozorga buni? 3,5 ming dollardan ozmas tushirasiz. Holati. Shunka bo'lmagan ayo bo'lganmi? Eshiklari bo'lgan xolos. Variantga ham beraverasizmi, bermaysizmi? Faqat naqd pul. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. Siz bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz 94 881 93 93. Bo'ldi aka. Generalniy plenarni ham qilib beraverasizmi? Deb dokument chiqadi. Bugungi bozorga 3200 ga bermayapsiz. Ustiga necha berasiz? Bugungi общий bozor mana bir haftalik pasaydimi, ozaydimi aka? Ko'tarilyapti mashina. Qisqacha ma'lumot. O'tgan haftagidan ko'ra bugungi bozor уже ko'tarildi. Borda gazini boshladi. Aka bu qancha, necha foiz kraska bu? 15% kraska. Ana bo'lmasa. Balonlari ham deyarli yetib ketdi. Ikkita orqa yetib kelgan. Bo'ldi aka.